Ronaldo hali gol urmagan edi o'sha paytda. 4 ta 5 ta o'yindan beri gol urmagan edi. Men tushib turib, maydonda o'sha penalti ishlaganman. Penalti ishlaganimdan keyin Ronaldo birinchi golini urgan. Undan keyin ham gol urgandan keyin ham 2 ta 3 ta momentlar qilib berganman. Boshqa futbolchilar ura olmagan. Shuni 2-2 o'ynab tugatganmiz o'yinni. Keyin o'yindan keyin shunda yechinish xonasiga kirganimizda Ronaldo aytgan, endi Masha deb chaqirardi. Masha degan aytsam, come here degan, kel degan, borganman. Молодец degan. Men udvit qilding. Men ko'p futbolchilar bilan o'ynaganman, lekin hamma futbolchiga ham sen yaxshi futbolchi ekansan deb aytmaganman. Senga aytaman, sen yaxshi futbolchi ekansan, 15 minutga tushding, o'yinni o'zgartirib tashlading. Degan. Keyin Garsiya edi trener o'sha momentda. Nimaga asosiy tarkibda qo'ymadi seni deb o'zimdan so'ragan. Men aytganman, "Yo'q, hali endi jarohatdan chiqdimman, o'shaning uchun menimcha" deganimda, keyin u Garsiyani oldiga borib aytgan, "Yaxshi futbolchi ekan. Vaqtliroq qo'yish kerak edi buni, o'ynatish kerak bunaqa futbolchini, u maydonga tushib 2-3 ta yaxshi moment qilib berdi" degan. O'zi Garsiyaga keyingi o'yinda asosiy tarkibda o'ynashni boshlaganman yana.